Toshkent shahar filiali rahbariyati tomonidan 3 tajribasiga asosan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgandi. Bu uchrashuvni o'tkazishdan maqsad tadbirkorlarga imkoniyatlar yaratish, ularda qanaqa savollar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, ular bilan ochiq muloqot o'tkazishdan iborat maqsadimiz. Ochiq muloqot o'tkazishdan yana bir maqsad ularga qo'shimcha ish o'rni yaratish, sizlar tadbirkorliklarni kengaytirish. Bular qanaqa amalga oshiriladi? Masalan, sizlarda tadbirkorlik bo'ladigan bo'lsa, biz kredit mahsulotlarimizni taklif qilib, sizlarning tadbirkorliklarni yana ham kengaytirib, shu orqali ish o'rni, ish kuchi yaratishni ham maqsad qilingan. Bizda hozirgi kunda dasturlar bo'limida 3 xil dastur asosida kredit ajratiladi. Bular 312 ga asosan 300 million so'mgacha, mahalla loyihasiga asosan 50 million so'mgacha jismoniy shaxslarga, 17 million so'mgacha 25% dan, bu ham Toshkent shahar bo'ylab 25% dan jismoniy shaxslarga ajratiladi. Kimda o'zini tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lsa, tadbirkorlik bo'ladigan bo'lsa, qanaqa savollar, takliflar bo'lsa, bemalol murojaat qilsa ham bo'ladi. Qanaqa takliflar bor, murojaatlar. Bemalol taklif qilishlarimiz o'zini-o'zi bank 50 million mahallaga qanaqa aktiv beriladi? 50 million bu mahalla loyihasi dasturiga asosan amalga oshiriladi. Bu bizga biriktirilgan, Yangi hayot tumanidan biriktirilgan 6 ta mahallamiz bor. Shu 6 ta mahallada istiqomat qiladigan fuqarolarga ajratiladi. O'zini-o'zi band qilgan fuqarolarga 25% ajratiladi. ayollarga 2% dan Faqat o'sha yangi hayotdan Yangi biriktirilganligi uchun. Bizga biriktirilganligi uchun Shahar polniy bo'lmaydi, rayonga farqi bor ekan. shahar polniga 17 million so'mgacha o'zini-o'zi band qilgan fuqarolarga ajratiladi. Foizlari bir xil. Ayollarga 2% lyontasi bor. Agar tadbirkorliklaring bo'ladigan bo'lsa, yartitma imchishimi bo'lsa, agar 100 million so'mgacha zalogsiz, 100 milliondan 300 million so'mgacha 120% garantiyasiz yurib turgan tadbirkorlik anaqasini aytasiz. Yurib turgan, yangi ochilgan emas. Yo'q, yangi ochilgan bo'ladi. Qachonki oilaviy tadbirkorlik asosida 33 millionlik kredit olib, yopgan bo'lsa, agar o'sha yangi yartitma imchishini ochib turib olsa bo'ladi. Birinchisini to'lagandan. Birinchisini to'lab bo'lgandan keyin uni mantiqi davomida bu. O'shani yana ham rivojlantirish tadbirkorlar.